Hozirgi kunda ko'p bemorlar shikoyat qilib keladigan bel og'rig'ining 5 ta eng asosiy sababi, 5-inchisi sizni aniq hayron qoldiradi. Birinchisi noto'g'ri o'tirish odati. Kompyuter oldida, telefonda uzoq vaqt bir xil holatda noto'g'ri o'tirish oqibatida bel sohasida og'riqlar yuzaga keladi. Ikkinchisi og'ir yuk ko'tarish odati. Bunda bemor ayniqsa engashgan holatda og'ir narsani ko'tarsa, umurtqa atrofidagi mushaklar jarohatlanadi va umurtqa diski zararlanadi va bemorga kuchli og'riq beradi. Uchinchisi ortiqcha vazn. Bunda bemor umurtqasiga doimiy bosim hisobiga umurtqa atrofidagi nerv ildizchalari eziladi va bemorga og'riq beradi. To'rtinchisi kam harakat turmush tarzi. Bunda bemor umurtqasi atrofidagi muskul, paylar dangasa bo'lib qoladi va kichkina yuklama hisobiga ham kuchli og'riqlar berishi mumkin. 5-inchi sababi umurtqa kasalliklari. Disk jo'ralari, osteoxondrozlar, protruzyalar, ichki a'zolar, yurak kasalliklari, revmatik kasalliklar bel og'rig'ining yashirin sababi bo'lishi mumkin. Bel og'rig'iga bee'tibor bo'lmang. Agar sizda bel og'rig'i 4-5 kundan ortiq davom etadigan bo'lsa, albatta mutaxassisga murojaat qiling va kerakli tekshiruvlardan o'ting.